Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun Sapienza universitetiga bakalavr va magistratura darajalariga qanday application to'ldiriladi? Shu haqida gaplashamiz. Xo'p, bu uchun biz Google ga kirib olib, Sapienza apply for 26-27 bachelor bosamiz. Bosganimizda mana shunaqa Sapienza universiteti deb nomlangan International Admissions bo'limi kelib chiqadi va o'zi bu haqida ko'p YouTube'da ingliz tilidagi videolar bor, lekin biz o'zimiz qilishga qaror qildik. Xo'p, mana shu bo'limlar orasidan chiqqanlarning ichidan Applying to Sapienza as an International Student bo'limini bosamiz. Xo'p, bu yerda Sapienza ga topshirmoqchi bo'lgan international student uchun kerakli hamma ma'lumotlar yozilgan bo'ladi. O'qib chiqqaningizdan keyin International Admissions bo'limini tanlaysiz. International Admissions bo'limida mana pre-selection vaqtlari, deadline'lari har doim mana shu yerda berilgan bo'ladi. Mana ko'pchilik deadline qachon deydi. Mana hamma Sapienza'ni yoki har bir universitetda o'zini portalida bergan bo'ladi deadline'larni. Deadline'larini o'qiganingizdan keyin sizga international student bo'lishib Sapienzaga qanaqa holatlarda topshirsangiz bo'ladi. Mana shu joyni hammasini o'qib chiqasiz. Read the admissions requirements for the programs you are interested in. Topshirmoqchi bo'lgan yo'nalishingizda requirementlarni o'qib chiqasiz, ya'ni sizda qanaqa dokument bor, sizga nimalar kerak bo'ladi. Hammasi mana shu admissions requirementsda berilgan bo'ladi. Check if your academic qualification are valid for enrollment at the university. Sizda darajangiz, ya'ni bakalavr darajasiga topshira olasizmi? Sizda yetarli baza bormi? Check qilganingizdan keyin hammasi chopga bo'lsa, move in qilasizda. Sapienza'ni o'zini admission to'ldiradigan portalning nomi move in bosasiz. Xo'p, siz registratsiya qilib kirishingiz kerak bo'ladi. Biz hozirgina qildim bitta video. Ovoz yozmagan uchun qaytadan qilaman. O'sha uchun to'g'ridan-to'g'ri ma'no profilga kirib ketadi. Log out qilamiz. Xo'p, bu yerdan siz registratsiya bo'limiga o'tasiz. Agar Sapienza'dan hali ro'yxatga o'tmagan bo'lsangiz, registratsiya bo'limiga kirib, o'zingizning email adresingiz.com pasport belgilaysiz. O'zingiz uchun deylik 1 2 3 4 5 6 7 8 deylik yoki shunaqa qilsangiz kirmaydi. O'sha uchun har bitta belgi qatnashgan bo'lishi kerak. Deylik Sapienza 2026 14. Buni confirm qilishingiz kerak bo'ladi. Name Bahodir Muxtorov, passport number is AB 1 2 3 4 5 6 7. Pasport raqamingizni to'g'ri kirganingizdan keyin yes registratsiya bo'limini bosasiz. Avtomatik siz Sapienza'ni registratsiya bo'limiga o'tib ketasiz. Bir o'tganingizdan keyin sizdan first choice application degan bo'lim chiqadi. Continue ni bosasiz. Continue ni bosganingizdan keyin Sapienza'ni application formasi uchun sizga to'liq ma'lumot beriladi. Bularning orasida e'tibor beringlar. Siz bitta o'qishga topshirish jarayonida Sapienza'dan faqatgina ikkita yo'nalishga topshira olasiz. Ya'ni Sapienza'da deylik sizga qiziqtirilgan 5 ta yo'nalish bor. Siz 5 ta yo'nalishni hammasiga topshira olmaysiz. 5 ta tanlaganingizdan top ikkitasini oxirida tanlab olib, o'shani topshirish imkoniyatingiz bo'ladi. Xo'p, birinchi important information o'qib olgandan keyin next bosamiz. Next bosganimizda bizdan savol so'raydi. Do you need a visa? Sizga viza kerakmi? Yes. Nationality? Uzbekistan. Do you have a second nationality? No. Bizda ikkinchi fuqarolik yo'q. Current country of residence. Qayerda yashaysiz hozir? Aynan hozirgi vaqtingiz O'zbekiston. Belgilagandan keyin save qilasiz.
Save qilgandan keyin har doim save qilish, har bitta bo'limdan keyin save qilish esdan chiqmasin bo'ladi. Keyin next bo'limga o'tasiz. Nextda qanaqa programmaga topshirmoqchisiz? Yoki bakalavr yoki magistratura. Biz lekin bakalavrga topshirmoqchimiz. Shuning uchun bakalavrni tanlaymiz. Program name. Burada ingliz tilida bakalavr uchun taklif qilinadigan programmalar kelib chiqadi. Misol uchun computer science, bioinformatics, business science, classics, economics and finance, global humanities. Biz deylik global humanities tanlaymiz. Intake 26 viza. Chunki biz viza olishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun viza bo'limini tanlab, yana save. Next. Endi bu yerda bizni shaxsiy dokumentlarimiz, shaxsiy ma'lumotlarimiz so'raladi. Xo'p, first name'ga ism familiyangizni yozasiz. First name o'zi yozilgan bo'ladi. Agar registratsiyada o'zingiz to'liq ism familiyangizni kiritgan bo'lsangiz, gender male, passport ID. Hop, aytdim-ku, boya video qiluvdik, zapis yozmadi, o'sha uchun topshirganimizda cancel qilib chiqamiz birinchi. Hop, passport or ID card. Zagran pasportingizda PDF formatini upload qilishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun bitta faylni tanlaysiz, PDF faylda bo'lishi kerak. Passport numberingiz. Passport number kiritgandan keyin date of birth 2-yanvar 2000-yil. City of birth Tashkent, country of birth Uzbekistan. Xo'p, kontakt detallarimizni kiritishimiz kerak keyingi bo'limda. E'tibor beringlar, mana bu yulduzcha berilgan joyi majburiy. Buni ochiq qoldira olmaysiz. O'sha uchun bu majburiy bo'lim hisoblanadi. Emailimiz yozilgan. Prefer video conferencing platform. Qaysi platforma orqali agar Sapienza Admission Office siz bilan meeting qilmoqchi bo'lsa, qaysi sizga qulayroqligini tanlaysiz. Google Meet, Zoom yoki Teams. Bu majburiy emas. To'ldirish, xohlang tanlab o'zingizda Zoom akkauntlaringizni kirgizib to'ldirib ketsangiz bo'ladi. Va bo'lmasa bu joyda ochiq qoldirasiz. Telefon nomeringiz 99-777-0777. Kimnidir nomeri bo'lsa uzr, taxmin random yozilgan raqam. Raz bu raqam kiritilgandan keyin hozirgi kunda yashayotgan adresingiz Yunusobod 8, apartment 8-dom, Toshkent district. Deylik Toshkent City. Current City. Qayerda yashaysiz hozir? Toshkent yoki Samarqand bo'lsa, Samarqand yoki Toshkent bo'lsa, Toshkent. Va Toshkentda yashaydigan adresingizda pochta raqami bo'ladi. Adashmasam 110-100 Toshkentniki bolalar, bu random raqam. Shuning uchun o'zlaringiz tekshirib olinglar. 110-100 deb yozib qo'ymasdan. Yana save qilasiz. Raz hammasi to'g'ri bo'lgandan keyin keyingi bo'limga o'tasiz. Keyingi bo'lim bizda mother language'ni tanlaysiz. Mother language bizda o'zbek. O'zbekni tanlaganimizdan keyin ingliz tilidagi darajamiz bizdan so'raladi. Bu majburiy. B2 yoki C1 bo'lsa C1. Va bu yerda English language certificate IELTS'da upload qilishingiz kerak bo'ladi. O'zingizda IELTS formatingizni topasiz, PDF. Qaranglar. PDF shaklda bo'lishi kerak. This is mandatory file upload faqat PDF. IELTS sertifikatingiz PDF ko'rinishida bo'lishi kerak. Ras PDF formatni yuklaganingizdan keyin IELTS'da save qilasiz, yana next bo'limni tanlaysiz. Va eng muhim joyi, education joyi. E'tibor beringlar, mana shu joyi ko'pchilik bolalarni chalg'itadi. Ketamiz secondary school yoki high school. Qaysi maktabda o'qigansiz? 11 yillik maktabingizni nomini to'liq yozasiz. Deylik secondary school 98, Yunusobod tumani, Toshkent shahri. Va shahar adres, maktab adresi to'liq berganingizdan keyin sizdan high school diplomi plus transkript. Ya'ni 11 yillik diplomingiz mana shu maktabda o'qigan va baholaringizni ikkalasini bitta qilib PDF formatda qo'shishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni diplom plus baholaringiz. Ikkalasini bitta PDF faylga tayyor qilib olganingizdan keyin
e, diplomlaringiz e'tibor beringlar bo'ldi. E, Ingliz tilida maktab tomonidan ingliz tilida berilgan bo'lishi tursa agar 50% o'zbekcha, 50% inglizcha berilyapti ekan hozir yangi diplomda. Unda tarjima qildirish shart emas. Agar sizda baholaringiz oldin, ya'ni diplom отдельный baholaringiz отдельный berilgan paytda olingan bo'lsangiz, maktabni o'sha vaqtlarda bitirgan bo'lsangiz, ya'ni 2020-yillardan oldin, siz uni ingliz tiliga notarialniy tarjima qildirishingiz kerak bo'ladi. Tarjimalarni bilan birga mana shu joyda maktabni baholari bilan birga to'ldirganingizdan keyin educational systemni not Italian diploma tanlaysiz, chunki biz o'qigan maktab italyancha sistemda o'qimaydi. Nechi ballik sistemada o'qiganmiz. Biz maktabimiz O'zbekistonda 5 ballik sistema, 5 ta tanlaymiz. High school diploma, GPA, hamma baholaringiz o'rtacha hisoblab GPA chiqarasiz 4.48 va u avtomatik bu joyda GPA 100 ballik sistemada sizdagi necha bo'lishi avtomatik chiqib keladi. Ya'ni qaranglar, bu joyda siz o'zingiz o'zgartirib qo'ymaysiz. Keyin maktab necha yillik o'qiganmiz, number of school years tanlaymiz. Biz 13, 12, 11. Biz hozir odatda 11 yillik maktabda o'qiyotgan bolalar bor topshiradi. 11 yillik tanlagandan keyin sizga avtomatik educational year 12 o'quv yili haqida ma'lumot so'raydi. Agar siz hali ham foundation kursini deylik, qaysidir universitetda o'qiyotgan bo'lsangiz, deylik Narxozda, Toshkent State University of Economics, still in progress. Xo'p, still in progress, ha? Graduation June 2026 kutilyapti. Mana still in progress, graduation expected June 2026. Va mana bu yerda educational year transcript or equivalent. Mana shu Narxozda yoki umuman qaysi foundation kursida o'qiyotgan bo'lsangiz, o'sha foundation kursini deylik, masalan, hozir misol tariqasida ko'rsatib ketaman. Deylik, 12-yil, mana 12-yilda tashlaysiz. Hozir buni shaklini ko'rsataman sizlarga. Qanaqa bo'lishi kerak? Mana o'qish joyida ma'lumotnoma olasiz. Keyin mana ID numberlaringiz, tug'ilgan sanalaringiz haqida to'liq ma'lumot beriladi va uni siz notarialniy tarjima qildirib olishingiz kerak bo'ladi. Mana tarjima ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Tarjima mana shunaqa tikilgan bo'lishi kerak. Orqasidan baholaringiz. Diplom egasidan uzr so'rab qo'yaman. Daniyalaringiz ko'rsatib qo'ygan bo'lsak. Xo'p, rasman shu ko'rinishdagi sizda tayyor hujjat bormi? Upload qilasiz PDF fayl shaklda. Shunda bizda 11 yillik maktabimiz haqidagi diplomni ham upload qildik. Va 12-yilda ham yozdik. Qayerda o'qiymiz, hozir o'qiyotganligimiz, graduation 2026 iyun oyida bo'lishi. O'qib shu uchun birinchi semestr baholar topshiriladi. Agarda siz bakalavrga topshirayotgan bo'lsangiz, higher education bo'limini ochiq qoldirasiz. Agar magistraturaga topshirayotgan bo'lsa, xuddi shunaqa bu yerda ham to'ldirib chiqilinadi. Ras hammasini o'ziz education haligi 12 yillik ta'limni berganingizdan keyin save qilib, professional experience bo'limiga o'tiladi. Xo'p, sizdan so'raydi, do you have any professional experience? Siz oldin professional darajada ishlaganmisiz qayerdadir? Ya'ni tajribangiz bormi? Endi ko'p holatda studentlar yo'q deydi, chunki ko'pchilik hali ishlamagan. Agar siz qayerdadir ishlagan bo'lsangiz, yes deysiz va to'liq necha vaqt, qayerda, nima bo'limda ishlaganingiz haqida ma'lumot berib ketasiz. Lekin biz noni belgilaymiz, chunki yozmaganmiz. Va eng e'tiborli joylarda yana bir qaraylik o'rtoqlar. Sapienzaga agar CV bo'limga yetib kelgan bo'lsanglar, birinchi mana bu notni o'qinglar. Please note that your CV is one of the most important documents assessed by the admission board.
Make sure to include all relevant information. Ya'ni Sapienzaga topshirayotganda CV eng muhim rolni o'ynaydigan dokumentlardan biri hisoblanadi. Ya'ni o'sha mingtalik studentlar orasida hammasida mana bu berilgan dokumentlari borda, education ham bor, til sertifikati ham bo'ladi. Lekin CV bu sizni o'zingizniki bo'ladi. Ya'ni siz shu paytgacha nima qilgansiz, hammasini o'sha CVda ko'rsatish kerak bo'ladi. Qo'pol qilib aytganda, o'zingizni qanaqa sotish kerakligini bilishingiz kerak. Nima qilgansiz, qanaqa tadbirlarda qatnashgansiz, qanaqa volonterskilaringiz bor, qanaqa ishlarda ishlagansiz, nima qo'lingizdan keladi, qanaqa skilllaringiz bor, hammasini mana shu CVda ko'rsatgan bo'lishingiz kerak. Va u CV ingliz tilida bo'lsin. CVni tanlab upload qilishdan oldin qaranglar. Qanaqa fayl tipi ruxsat berilgan? Doc, docx yoki PDF. Mana shu 3 xil formatda bo'lishi kerak. CVs ras shu formatga mosmi upload qilasiz. Keyin save qilib next bo'limiga o'tasiz. Va shu keyingi bizda entry test bo'limiga yetib kelamiz. Entry test bo'limidan bo'ldi e'tibor beringlar. Qanaqa test qo'lingizda bor? Ko'p holatlarda bo'ldi chain test topshirishyapti hozirgi studentlar. Agarda sizda SAT bo'lsa SAT yoki TOEFL topshirgan bo'lsangiz TOEFL yoki chain test. Biz chain test topshiramiz. Qachon topshirganmiz? Deylik, chain test topshirgan vaqtingiz ekzamen tunini belgilaysiz. Deylik 1-yanvar 2026-yil. 55 tadan siz necha ball olgansiz? Nechta to'g'ri javobingiz bor? Ya'ni deylik 55 tadan siz 45 ta to'g'ri javob bergansiz. 45 tani belgilaysiz to'g'ri javoblaringizga. Scale'ni ochiq qoldirasiz. Buni o'zi to'ldirishga imkoniyati ham yo'q. Bu yoqda test natijasini PDF faylini olishingiz kerak bo'ladi. PDF fayl qayerdan olinadi desanglar, Chessiyani o'zini Area Rezervata deydi. O'zingizning shaxsiy profilingizga o'tib, Chessiyani profilingizdan topsangiz bo'ladi. Mana bu portal. Chain topshirganlar o'zi bilishadi buni. Ras o'sha test result upload qilgandan keyin yana save va next. Motivatsiya bo'limi. Motivatsiya bo'limida nimaga siz aynan Sapienzadan tanlagan kursingizda o'qimoqchisiz deylik, computer science yoki biz global humanities topshirdik. 250 ta so'zdan iborat motivation xat yozasiz yo'lda to'liq qilib. O'rtoqlar, e'tibor beringlar, buni AI da yozmanglar. Bu o'zlaringning motivatsion xatlaring bo'lgani uchun universitet bunga ham e'tibor qaratadi. O'shuning uchun hozircha men misol bo'lishi uchun I love this course deb yozib ketdim. Sapienza universiteti haqida qayerdan o'qib eshitganligingiz. Mana shu yerdan tanlab olishingiz mumkin. Educational system yoki shunaqadir Keystone portallari bor va biz hozirda belgilab ketamiz. Hozirda belgilaganda, misol uchun Instagram postdan Sapienza haqida ko'rdingizmi yoki Indeedmi yoki LinkedInmi yoki do'stingizdan eshitdingizmi? Uni belgilab ketasiz va save qilib next qilamiz. Recommendation letter. Bu joyga ham e'tibor berishimiz kerak. Recommendation letter sizda agarda recommendation letteringiz bo'lsa va bu recommendation letter sizda haqiqatdan ham bor odam, ya'ni professor yoki qaysidir o'qituvchingizdan recommendation letter olgan bo'lsangiz, recommendation letter ichida u odamni, sizga rekomendatsiya beradigan odamni telefon raqami va email adresi bo'lishi shart. O'sha holatdagina recommendation letter bo'limini add referee deb yozib to'ldirishingiz mumkin. Agarda sizda unaqa holat bo'lmaydigan bo'lsa, ya'ni recommendation letter sizga haqiqatdan ham qaysidir professoringiz yoki o'qituvchingiz tomonidan berilmagan bo'lsa yoki umuman sizda recommendation letteringiz bo'lmaydigan bo'lsa, bu bo'limda yozib qo'yibdi. Recommendation letterni topshirish majburiy emas, not mandatory. Bu joyda ochiq qoldishingiz ham mumkin. E'tibor beringlar, bolalar, recommendation letteringiz bor.
professorni email adreslarini yoki telefon raqamlarini o'zlaring generate qilgansizlar. U holda bu joyda ochiq qoldirganlaring ma'qul. Chunki siz recommendation letteringiz kirgizganingizdan keyin sizga kim rekomendatsiya bergan, o'sha odam haqida to'liq ma'lumot berishingiz kerak bo'ladi. Qayerda ishlaydi, ism familiyasini, organizatsiya nomi, job nima pozitsiyada ishlaydi, email adresi qanaqa, hamma email adres, telefon nomerlarini kiritgandan keyin save qilishingiz kerak. Va Sapienza Admission Office sizda kiritgan bu daniyalaringiz orqali o'sha professor bilan bog'lanadi. Ya'ni undan confirmation olish kerak bo'ladi. Mana siz va siz odam kiritganingiz, both you and your referee will receive a confirmation mail. Confirmation mailda agarda siz bu professoringiz confirmation bermay qolsa, recommendation letteringiz hisobga olinmaydi. Va ba'zi holatlarda fake dokument deb sizga reject berishi ham mumkin. O'sha uchun recommendation letteringiz agarda sizda original rostdan professor tomonidan berilgan bo'lmasa, просто bu joyda save qilib, hech narsa to'ldirmasdan next bo'lib o'tamiz. Xo'p, application fee qanaqa to'lanadi? O'zi men bitta link berib qo'ygan. Link orqali o'tasiz va bu yerda sizda daniyalaringiz kiritilgan bo'ladi. Hamma daniylarni yozasiz. Misol uchun bu ma'ni daniylarimi? Siz o'zingiznikini yozasiz. Misol uchun name, surname, anonimiz qoldirasiz bu joyni. Adreslaringiz va telefon nomerlaringizni yozgandan keyin privacy statementda agree qilasiz va start online payment yoki print payment slip chiqadi sizda. Biz hozir endi aytdim, bundan oldingi videomizda hammasini qilib ko'rsatganim uchun ko'p shunaqa holatlar bo'lyapti. Lekin mana shunda application fee yoki print payment slip yoki start online payment bo'limida kredit kartalaringiz kiritib, to'lov amalga oshirib, to'lovda chek beriladi. Chekini olib kelib, mana bu free receipt, to есть free receipt joyiga chekingizni upload qilib qo'ygan bo'lasiz. Va next. Sizdan final submissiondan oldin roziliklaringizni so'rab chiqadi. I clarify that information provided, man bergan hamma dokumentlarim, informatsiyalarim haqiqiy, hammasi to'g'ri. Yes. Manda 12 yillik ta'lim bor. Yes. I'm applying on behalf of a third party. Yo'q, chunki siz bitta odam uchun topshirib bermayapsiz. Yes. I declare I have created online one preselection account. So hozircha sizda bitta preselection accountingiz bor. Ya'ni sizda ism familiyangizda bitta akkaunt ochdik boshida. O'sha uchun yana yes va shu orqali hammasini berganingizdan keyin hamma joyda bitishga bu hosil bo'lishi kerak. Endi bizda hozir entry testlarimiz Chentmanda yo'q yoki professional experience CV to'ldirmadik. Siz hamma mana shu dokumentlaringiz IELTS diplomlaringiz, CV va qanaqa ekzamen topshirgansiz. Hammasini to'ldirgandan keyin mana shu yerda hammasida galочка hosil bo'ladi. Galочкаning orqasida final submissionga o'tib, hammasini yana qayta tekshirib chiqqaningizdan keyin final submissionga bosasiz. И final submission bosganingizda sizga сразу conversation bo'limiga va siz kiritgan emailingizga xat keladi Sapienza Admission Office tomonidan. Ya'ni ism familiyangiz dear paloncha paloncha, biz seni applicationingni qabul qildik. 60 kun ichida senga javob haqida xabar beramiz deydi. Shu bilan Sapienza universitetiga bo'lgan sayohatimiz birinchi application formni to'ldirishimiz yakunlandi. Xuddi shunaqa agar Sapienzani o'zidan ikkinchi kursga ham apply qilmoqchi bo'lsangiz, qaytadan bitta prosesda takrorlab, faqat bu bo'limida yangi chiqadi, mana bu yerda yangi chiqadi. Yana application bosib to'ldirib ketaverasiz submission bosganingizdan keyin. Bizda hozircha shular, mana 25 daqiqa ichida Sapienza universitetiga apply qilishni o'rganib oldik. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like, kommentariy yozib ketinglar va buni Sapienzaga topshirishda qiynaladigan o'quvchilarga tashlab qo'yinglar.
Layk, kommentariy yozish обязательно esdan chiqmasin. Hammaga xayr. Chao, Italiya.